Krasotkalar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Kuninglarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men hozir turdim. Endi mana yuzlarimga o'xot qilib, endi suvlarimni ichaman. Sizlar bilan kanalda ko'rishib turganimdan juda xursandman. Xudo xolasa sizlar bilan bu kanalda marafonni 22, 23, 24 kunlari birga bo'lamiz va bu 3 kun davomida sizlar bilan eng sara ma'lumotlarni ulashib borishga harakat qilaman. Bugun sizlarga marafonda o'zi nimalar olamiz, nimalar qilamiz, o'shalar haqida polniy gaplashamiz. Ko'rasizlar, hozir ozgina menda ajok bor, chunki kechqurun yomon kech uxladim. Mana shu marafon bo'yicha polniy ishlayapmiz. Har bitta narsasini detaligacha e'tibor berishga harakat qilyapmiz. O'shaning uchun kech uxlashga majbur bo'ldim. O'shanda ozgina ichdim. No, atak mana yuzim bez effekt, bez makiyaj. Xudo xolasa sizlar